Kelaylik sizlar bilan bugun so'rovnoma o'tkazamiz. Sirli quti yoki pul mukofoti. Qarang, sirli qutimiz bor. Xohlasangiz pul beraman, xohlasangiz ichidagi sirli qutini ichidagi narsani ber. Ayli quti desa o'g'a bo'lsa. Sirli qutimi? Sirli quti? Ayni sirli sovg'angiz bo'la qolsin. Sirli quti? 100 ming so'm bo'lsa-chi. Baribir qutini ichida. Hop. 990 ming bersa-chi. 990 ming? Yo'q, olmayman. 50 ming bersa-chi. Mayli o'zini bera qoling. 150 ming bersa-chi. Sirli qutim. Bo'ldi, hop mana sizlarga mana bu Italiya pardalar do'konimiz bor. Shu do'konimizda 10% chegirma. Misol uchun 2 millionlik, 20 millionlik parda olsin, misol uchun 2 million chegirma bo'ladi. Yangi yilgacha amal qiladi. Italiya pardalar do'konidan skidishli sertifikat bu. 10% ga chegirma. 10% chegirma. Bo'ldi, hop, rahmat. O'tinglar, kutamiz do'konimizda. 500 ming bersangiz. Rosta. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bumi? 500 ming beraman. Sirli qutini ochmaysiz. 500 ming to'g'ri bo'ldimi?